har kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga hadya qiladigan sahobiyni eshitganmisiz? U esa Sa'd ibn Ubada roziyallohu anhu, ansoriy sahobalardan, ansoriylar kattalaridan, hijratdan oldin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bay'at bergan. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlardan keyin to vafot qilgunlariga qadar har kuni payg'ambarimizga hadya qiladigan bo'lgan. Tasavvur qiling, 10 yil har kuni hadya qilganlar. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishining haqqiga shuna qilib duo qilganlar. Allohumma ij'al ala ali Sa'd ibn Ubada salavatik va rahmatik. Ey Robbim, Sa'd ibn Ubada oilasiga rahmating va salavating bo'lsin deb duo qilganlar. Va u zot payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin Umar roziyallohu anhu davrida vafot qilganlar. U kishining mashhur duolari bor. Allohumma inni la asluhu lil faqr ولا الفقر يصلح لي اللهم اغنني بفضلك حتى أكون دائما غنيا مستغنيا منفقا مكتفيا. Ey Robbim, bizni ham har kuni ihson sadaqa qiladiganlardan